echki emarri shunaqangi noyob turi bor. U insonni chaqsa yoki o'ljasidan chaqqandan keyin uni zahri nisbatan sekinroq ta'sir qiladi. Sekinroq ta'sir qilgan hisobiga u qanaqa bo'ladi? O'zini o'ljasini ketkizib yuborish kerak emas u. U amallab zahrni urdi sizga. Zahrni urgandan keyin siz atrofingizda xuddiki mehribondek aylanadi. Keta olmaydi. Yo'q bo'ldi, men sen bilanman deydi. Lekin oxiri uni maqsadi nima? Sizni o'lja qilish. Bo'ldi, tamom, o'ldiradi, siz uni o'ljasi bo'lasiz. Insonlarda ham shunaqangi xususiyat borki, hozir juda ko'p ommalashgan. Atrofingizda to sizni mehribondek ko'rinadi, ishlaringiz yaxshi, hamma joyingiz zo'r ketyapti, hamma narsangiz bor. Pul, uy-joy, mashina, har tomonlama biznesingiz zo'r ketyapti. Xuddiki sizga juda sodiq insondek ko'rinadi u. To sizni sinib, to siz yiqilib, o'sha holatdan boshqa bir ayanchli holatga tushmaguningizgacha oldingizdan ketgan.